ishoninglar, anaqaga telefon podstavkaga qo'yib 4 soat edim, quyoshda telefonim qotib qoldi. Suvdan bechara telefonim ishlamadi. Juda ko'pchilikda shunaqa bo'lyapti bor. Juda ko'pchilikda ozgina quyoshda qolib ketsa, ikkinchi telefonim mashinada qoladi, вообще-то. Mashinaga chiqsam bechara telefonim anaqa bo'lib turibdi. Nima deydi? Quyosh anaqasi chiqib qoladi-yu, kutib turdi degan. Konditsionerga qo'yib qo'ydim sovishni. Sizlarga nimadir foydali bo'lsa,